Klinikangizning statsionari qanaqa qulayliklarga ega? Xo'p, endi savol qanaqa ma'noda berilayotganligiga bog'liq. Hozirgi paytda qulaylik deganda, ya'ni bemor kelib, statsionarda 10 kun yotib davolanish uchun menimcha qulaylik deganda bemor tomonlama hech qanaqa narsaga ovoragarchiliksiz, ya'ni boshqa joylarga borib nimalardir tekshiruvdan o'tmaslik menimcha qulaylik bo'lsa kerak. Bizda buning uchun barcha laborator diagnostik tekshiruvlar, barcha konsultatsiya ko'rsatish uchun shifokorlar yetarli darajada. Shu yerda o'zida hamma ishingiz hal bo'ladi. Bemalol bir kunda o'zida statsionarda yotib davoni boshlashingiz mumkin. Endi ota-onasini yotqizmoqchi bo'lgan farzandlar tomonidan qanaqa qulaylik deb savol berilayotgan bo'lsa, ya'ni ota-ona shundoq keladi, bo'ldi, hech qanaqa bir qo'shimcha yana yugur-yugurlar bo'lishi shart emas. Ota-onani qoldirasiz, hamma sharoitlarimiz bor, ovqatlanishdan tortib, pastellardan tortib, hammasi одноразовый qilingan. Siz hech qanaqa ovoragarchiliksiz, ayniqsa dorilarga ovoragarchiliklarsiz davolanib ketishlari mumkin. Ya'ni farzandlar ishda bo'ladigan bo'lsa, asosan bu dorini olib kelib berish kerak, bu dorini olib kelib berish kerak, bu tekshiruvni qildirib berish kerak degan narsa yo'qligi menimcha qulaylik deb qaralayotgan bo'lsa kerak. Menimcha qulaylik deganda biz shuni tushunamiz. Hech qanaqa ovoragarchiliklari yo'q bo'lsa, shu menimcha qulaylik bo'ladi. Klinikamizga kelib, bu xizmatimizdan foydalanib, o'zingiz ham ishonch hosil qilishingiz mumkin. Biz sizni klinikamizda kutib qolamiz.